Bugun biz qanday qilib 100 kun bomj bo'lib yashaganimni ko'ramiz. Qani magazinga borib kelaylikchi. Cho'tda ovqatim qolmagandi. Sundukda faqat shu. Voy jonim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bitta kartoshka necha ming turadi? 5 ming. Buncha qimmat. Mayli, keyingi safar kelarman, bo'ptimi? Hop. Ana Umar Ruyi, borib kelaylikchi. Assalomu alaykum janob ber. Assalomu alaykum. Sizga nima kerak? Menga ish topib bera olmaysizmi? Hozirchalik bizda bo'sh ishlar yo'q, lekin kutib tursangiz bo'ladi. Xo'p. Nimadir bo'lsa chaqirasiz? Chaqiraman. Xo'p, rahmat. Xo'sh, mayli. Klipper onasini Beraylik. Kechirasiz. Boy oldingizga keluvdimi? Hop. Sizda ish topilmaydi men uchun. Ha, topiladi. Narsalar tashib yuborasiz. Ha, nima tashish kerak, nima? Mana bu yerda. Nimalarni olib chiqish kerak? Mana. Bu skladda-ya. Xuddi shunday. Voy. Xo'sh. Mana. Men sandiqdagi hamma narsani tepaga olib chiqish kerak-ku. Xuddi shunday. Aynan nimalarni? Bu yerda tort, har xil limonadlar, almazlar, tort olib chiqaymi? Ha. Xo'p. Tak. Tort. Ketdik. Chiqolmayman. Mana tortingiz. Necha ming oldim bunga? 3 ming. Xo'p, tezroq bering. Mana. Orqangizdan. Rahmat. Ha. Bo'pti. Taqosizlar. Yordam, uyimga o'g'ri tushibdi. Yordam beringlar. Aka, uyimga o'g'ri tushibdi. Rahmat. Bugun bizni birinchi pullarimizni ishladik. 3000 so'm. Ko'raylikchi ertaga nima bo'lar ekan. Hozircha hisob qo'yamiz. Hamma jitillar yig'ilsin. O mer gaplayapti. Hozir hamma izumlatlarimni, to'g'ri pullarimni qo'yib qo'y. Hamma yig'ilishga. Ha janob mer. Bugun bizlar katta ish qilishimiz kerak. Bog'larimizda bug'doylarimiz o'smayapti. Ularni tezroq o'ltirishimiz kerak. Jitillar och qoladi. Xo'sh. Bugun sizlar men bilan kuchli damlama topishinglar kerak. Agar sizlar topsanglar 14 ta izumrud mendan sizlarga. 14 ta izumrud. Bo'ldi, ishinglar qilinglar. Ketdik. Tak. Topish kerak. Tak, men sandig'imda unaqa narsa yo'q. Bunda butulka bor. Balki. Xo'sh. Buni olamiz. Suvdagi essensiyalarni to'ldiramiz. Xo'sh, o'xshashi kerak. Buni o'xshatishda o'shani xavf qilaman. 14 izimni berasiz. Xo'sh, janob mer. Eshitaman. Mana bu dori emasmi? Birinchi sepib ko'ramiz. Ketdik dalaga. Ha. Mana men. Xo'sh. Yo'q, bu ichadigan damlama-ku. Bu yoqqa sepadigan damlama kerak. Sepish kerak. Tushunarlimi, janob mer? Janob mer, menga hali ish topilmadimi? Hozirchalik bo'sh ishlar yo'q.
kechqurungacha bo'lib qolishi kerak. Hop. Sekin uyga kiraylikchi. Xo'sh. Qornim ochib ketdi. Yeylikchi. Bo'mish qani? Janob mer chaqiryapti. Ha, janob mer. Bo'mish, senga mana shu uyni podarka qilaman. Rostdan janob mer. Ha, albatta mana shu ikkita uy san uchun. Bittasi ham bo'laverardi, janob mer. Endi insondan yaxshilik qoladi. Olaver. Urra, do'stlar, bugun biz yangi uy olamiz. Kerakli narsalarimni olishim kerak. Kravatim va sandig'im. Mening magazinimga kelib turinglar. Hamma narsa arzon. Kechirasiz, sizda 3000 so'mga nima sotiladi? 3000 so'mga Ha. 4. Marhamat. Rahmat. Sog' bo'ling, kelib turing. Xo'p, rahmat. Hop. Uyga ko'chib o'tamiz. Mana bunisiga. Tak, bu yoqqa kravat. Mana buni o'rniga sandiq qo'yamiz. Buguncha ish yaxshi bo'ldi. Mayli. Esa, magazinga borishimiz kerak. Ertaga ikkinchi qismini olamiz. Hammaga xayr. Sizlar bilan rich.